Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda armiya qon tomiri bo'lgan maxfiy obyekt kuchli zarbaga uchradi. Mirziyoyev jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilardan ayb qidirmaslikka chaqirdi. Polsha Ukrainaga qiruvchi samolyotlarni berishdan bosh tortdi. AQSh-Eron muzokarachilari Dohaga kelmoqda. Hormuz diqqat markazida. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga trudovой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Armiya qon tomiri bo'lgan maxfiy obyekt kuchli zarbaga uchradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30-iyunga o'tar kechasi Ukraina dronlari Moskva viloyatida joylashgan Dubna kosmik aloqa markaziga ikkinchi marta zarba berilganini ma'lum qildi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, mazkur markaz Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarini razvedka qilish va muvofiqlashtirishda foydalaniladigan muhim Sputnik aloqa obyekti hisoblanadi. Bu maxsus Sputnik aloqa markazi bo'lib, u jumladan Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchi qo'shinlar harakatlarini razvedka qilish va muvofiqlashtirish uchun ishlatiladi. Bu obyekt Ukraina davlat chegarasidan 500 kilometrdan ortiq masofada joylashgan, dedi Zelenskiy. Ukraina prezidenti eslatishicha, avvalroq Ukraina mudofaa kuchlari Rossiyadagi shunga o'xshash 4 ta aloqa markaziga zarba bergan. Ular nafaqat Moskva viloyatida, balki Vladimir viloyatida ham joylashgan. Biz uzoq masofali zarbalar rejasini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqdamiz va agressor davlatning Ukrainaga qarshi bosqinchilik operatsiyalarini hamda hududlarimizni bosib turishini imkon qadar qiyinlashtirmoqdamiz. Shu kabi boshqa obyektlarga nisbatan ham tegishli choralar tayyorlanmoqda, dedi Zelenskiy. Rossiya tomonining ma'lum qilishicha, 30-iyunga o'tar kechasi Moskva viloyati Ukraina dronlarining keng ko'lamli hujumiga uchragan. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, havo mudofaa vositalari Rossiyaning 18 ta hududi va anneksiya qilingan Qrim ustida jami 419 ta Ukraina dronini yo'q qilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin esa poytaxt hududi ustida o'nlab dronlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning bildirishicha, Yegorevskiy shahrida dron hujumi oqibatida xususiy uyga o't ketgan. Qutqaruvchilar vayronalar orasidan 2 nafar katta yoshli kishi va 2 nafar bolani chiqarib olgan. 6 oylik chaqaloq esa shifoxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Gubernatorning ma'lum qilishicha, havo mudofaa tizimlari Domodedovo, Chexov, Dubna, Kashira, Voskresensk, Pavlovskiy Posad, Odintsovo, Brannitsi, Raminski, Stupino, Kolomna va Yegorevskiy hududlarida jami 60 ta dron urib tushirgan. Shuningdek, Dubna shahrida dron qoldiqlari tushishi oqibatida ma'muriy binolardan biriga zarar yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u yerda jabrlanganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, Dubna kosmik aloqa markaziga birinchi zarba 22-iyun kuni berilgan edi. O'shanda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 32 metrli Mark 4 Sputnik antennasi joylashgan apparat modul majmuasi hamda unga tutash texnik binoga zarba berilganini ma'lum qilgan edi. Men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar mani albatta bezotab qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilgan, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Mirziyoyev jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilardan ayb qidirmaslikka chaqirdi. Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kuni yoshlar bilan uchrashuvda O'zbekiston milliy jamoasining futbol bo'yicha jahon chempionatidagi ishtirokiga to'xtaldi. Milliy jamoamizning AQSh va Meksika maydonlaridagi o'yinlarni butun xalqimiz bilan bir tanu bir jon bo'lib katta his-hayajon bilan kuzatib bordik. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya, 13-o'rindagi Kolumbiya hamda ko'plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to'p suradigan Kongo terma jamoalari bilan o'tkazilgan o'yinlar orqali o'ziga tajriba orttirdi. Mundial nafasini his qildi desak to'g'ri bo'ladi. Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatidagi ilk gollarni kiritib, xalqimizga xursandchilik bag'ishladi, dedi prezident. Davlat rahbari milliy terma jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirilayotgani, lekin terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirmaslik kerakligini aytdi. Vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas.
Aksincha bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Katta g'alabalar hali oldinda ekani, buning uchun futbolni rivojlantirishga yanada keng sharoitlar yaratilishi, bu sohaga investitsiya ko'paytirilishini ta'kidladi. Eng avvalo bolalar futboliga e'tibor kuchaytirilib, mazkur sport umummilliy harakatga aylantiriladi. Kelasi yilning yanvarida Saudiya Arabistoni maydonlarida o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga tayyorgarlik hozirdan boshlanadi. Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz, dedi prezident. Polsha hukumati Ukrainaga MiG-29 qiruvchi samolyotlarni berishdan bosh tortdi. Bunga Kiyevning Varshava bilan dronlar bo'yicha tajribasini bo'lishmagani sabab bo'ldi. Bu haqda Polsha mudofaa vaziri Vladislav Kasinyak-Kamish ma'lum qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ikki davlat o'rtasida Kiyevning jang maydonida uchuvsiz uchish apparatlarini qo'llash borasidagi tajribasini Varshava bilan baham ko'rish bo'yicha kelishuv bo'lgan. Buning evaziga Polsha Ukrainaga MiG qiruvchi samolyotlarini berish kerak edi. Ukraina dastlab bu kelishuvga rozi bo'lib, keyin undan voz kechdi. Ukraina uchun MiGlar bo'lmaydi, chunki Polsha uchun dronlar, aniqrog'i bu boradagi imkoniyatlar yo'q, dedi Kasinyak-Kamish. U Ukraina qurolli kuchlari bo'linmalaridan biriga UPA qahramonlari nomi berilgani bilan bog'liq mojaroga ham munosabat bildirdi. Mazkur qaror Polshada keskin tanqidga uchradi. Chunki Varshava UPA jangchilarini 1943-1944 yillardagi Volin qirg'inida aybdor deb biladi. Polsha prezidenti Karol Navrotskiy Ukraina bo'linmasiga berilgan nom ortidan Zelenskiyni mamlakatning oliy mukofoti Oq Burgut ordenidan mahrum qildi. Ukraina prezidenti esa ordenni Varshavaga pochta orqali qaytarib yubordi. Shundan so'ng Ukrainaning sobiq prezidentlari Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko va Pyotr Poroshenko ham birdamlik ramzi sifatida ushbu ordendan voz kechdi. Yevropa hamkorligini barbod qilayotganlarni milliy qahramonlar panteoniga kiritish mumkin emas. Bandera bilan Ukraina Yevropa ittifoqiga kirmaydi, dedi Kasinyak-Kamish. AQSh-Eron muzokarachilari Dohaga kelmoqda. Endi tomonlar texnik muzokaralarni Qatarda davom ettirmoqchi. AQSh prezidenti Donald Trump muzokaralar guruhiga rahbarlik qilish uchun o'zining kuyovi Jared Kushner va maxsus vakili Steve Uitkovni Dohaga yubormoqda. Eron ham shu haftada Qatarga o'zining texnik delegatsiyasini yubormoqda. Ammo Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Baqoiy buning amerikaliklarning tashrifiga hech qanday aloqasi yo'qligini va ikki tomon o'rtasida hech qanday muzokaralar rejalashtirilmaganini aytdi. Yaqin kunlarda Amerika tomoni bilan har qanday darajada biron bir muzokara uchrashuvlari o'tkazmaymiz, deya Baqoiyning so'zlarini keltirmoqda Reuters. Tomonlarning uchrashuv borasidagi kelishmovchilik Hormuz orqali global neft oqimini izdan chiqargan va Trump uchun siyosiy bosh og'riqqa aylangan urushni to'xtatish haqidagi sulhning naqadar nozik ekanini ko'rsatmoqda. Reutersga ko'ra, Eronning yuqori martabali rasmiysi seshanba kuni Dohada uchrashuv bo'lishini aytgan. Biroq Eron va AQSh guruhlari o'rtasida avvalgi texnik muzokaralardan farqli o'laroq, asosiy e'tibor Hormuz bo'g'ozini boshqarish va keskinlikni pasaytirishga qaratiladi. Rejalardan xabardor boshqa bir rasmiyning so'zlariga ko'ra, AQSh va Eronning texnik guruhlari chorshanba kuni Qatar va Pokiston vositachilari bilan alohida uchrashishi kutilmoqda. Prezident Donald Trump avval kabinetida jurnalistlarga Dohadagi uchrashuv balki muhim bo'lar, balki yo'q. Buni yaqin orada bilib olamiz, dedi.